ochib, yangi liniya tashlayapmiz. Bu hovli 0 yo'qolib qolgan, korobkasini topolmadik-da. Nimalar ko'p ekan. Ikkita Ariston, bitta konditsioner, undan keyin mayda-chuyda nimalari, jihozlari, ikkita xonani, bitta podvalni sveti yo'q hozircha. Endi biz yangi liniya tortyapmiz. Ishlatayotgan simimiz VVG-NG. Tak. Qaysidir vaqti usta mana shu VVG o'zi shunaqa bir tolalik mis bo'lgan. O'sha joyda nimasini uzaytirganda mnogojilka qo'yib ketgan. O'sha mnogojilka hozir kuyib ketgan. 2005-yildan beri mana shunaqa bir tolalik sim ishlab yuribdi. Hech qanday muammosi yo'q. 20 yil o'tdi-da. Короче, 20 yilga yaxshi natija. Yana bir 20 yil ishlab beradi.